Kalila va Dimna. Dobshalim podshohning to'rg'ay va fil haqidagi rivoyati. Ma'lumdirki, yolg'iz qolgan odam qayerda bo'lmasin halok bo'ladi. O'ziga ko'makchi topa olmaydi. Bu borada shunday bir rivoyat ham bordir. Bir to'rg'ay bir filning yo'li ustida o'ziga uya qurib tuxum bosdi. Fil shu so'qmoqdan suv ichishga borar ekan. Fil suv ichishga ketayotganida uyani toptab tuxumni ezib o'tib ketdi. To'rg'ay bu badbaxtlikni ko'rib, darhol bu filning ishi ekanligini angladi. Uchib borib filning boshiga qo'ndi va dedi: "Shohim, sen nima uchun tuxumlarimni pachoqlab, bolalarimni halok etding? O'zingga nisbatan meni zaif, kuchsiz va notavon deb sanaganing uchun shunday qildingmi?" "Ha, yolg'iz shuning uchun", dedi fil. To'rg'ay buni eshitgach, uchib qushlar yoniga bordi va boshiga tushgan falokatni aytib berdi. Qushlar: "Biz filni nima ham qila olardik? Biz kuchsiz parrandalarmiz", dedilar. To'rg'ay ularga dedi: "Iltimos qilaman, siz men bilan borib filning ko'zini cho'qib ko'r qiling. Uning boshiga men ham sho'r ish solishni bilaman." Ular rozi bo'ldilar. To'rg'ay bilan uchib borib filning ko'zini o'yib tashladilar. Shundan keyin fil va suv ichish na bir ovqat topib yeyishning ilojini qila oldi. Turgan joyida nima topsa shu bilan kifoyalanib kun kechiradigan bo'ldi. To'rg'ay buni ko'rgach, alamiga chidolmay hovuz yoqasiga kelib qurbaqalarga fil ustidan shikoyat qildi. Ular: "Biz kuchli filga qarshi nima ham qila olardik", dedilar. To'rg'ay aytdi: "Siz fil turgan joyga yaqin bo'lgan bir chuqurning chetiga borib, o'sha yerda baland ovoz bilan vaqir-vuqir qilsangiz, fil sizning ovozingizni eshitib, u yerda suv bor ekan deb yoningizga boradi-da, chuqurga qulab ketadi." Qurbaqalar bunga rozi bo'ldilar. Chuqur chetiga borib vaqirlay boshladilar. Suvsizlikdan qiynalgan fil qurbaqalarning ovozini eshitib, ular tomon yo'l oldi va chuqurga yiqilib halok bo'ldi. To'rg'ay esa uchib borib uning boshiga qo'ndi va qanot qoqib dedi: "Ey, o'z kuchiga ishonib, menga haqorat ko'zi bilan boqqan zulmkor! Jussam kichkina bo'lsa-da, zo'r aql egasi ekanligimni ko'rsatdim. Sening bo'ying daroz bo'lsa-da, aqling qisqa ekan. Xo'sh, endi nima deysan?" debdi.